Oybekka Nexus 3 bo'ldimi? Bo'ldi, mana xudo xohlasa Nexus 3imiz çok ishlab beryapti. Basico miyasi bilan Yevropa gaz, Basico. Tamasetti reduktorimizni bu ham italyanskiy такой chokkisidan. Valtek parfumkalarimiz chotki italyanskiy bu ham. Ko'rib turganingizdek stak spesialniy stak filtrlarni qo'yganmiz. Chotki chiroyli ishlab beryapti. Salon qismiga keladigan bo'lsa, salon qismida dizayniga moslab turib, mashinani dizayniga, podsvetkalariga moslab turib qizil qilib berganmiz. Endi bitta ovozini eshitib ko'ramiz. Bu gazda ishlashi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsa, bagaj qismida ko'rib turibsizlar. Urvinda joylashgan hammasi chotki yopilganda ham bor, ortiqcha narsalar siz yopiladi, bemalol yopiladi. Ya'ni temir taqa-paqa qo'yib qo'yishganligi uchun sal narsa tushib turibdi-da. Atak mana chotki tushib beradi. Ko'rib turganingizdek, idealniy joylashgan. Atikir klapan chotki tushgan. Shunaqa zo'r tushganki, boshqa mashinalarga unaqa tushishi mumkin emas degan joyi mana shu yerda bo'ladi. Xullas, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aylantir balonni. Kelaverasizlar, Megastarda nomerlarimizni yozib qo'yganmiz, plakatlarda takoy. Kelib turib, telefon qilib, bir og'iz allo, bizga xizmatdamiz. Chirchiq Megastar aloqada.